Assalomu alaykum qizlarjonlar, hammalarga xayrli kun. Bugun bizada minnatdorchilik marafonining 15-kuni. Bilaman, hammalar yaxshisizlar, chunki minnatdorchilik yozayotgan odam hech qachon yomon bo'lmaydi. Agar yozayotgan bo'lsangiz, men bu kayfiyatingizga kafolat beraman. Chunki minnatdorchilik yer yuzidagi eng zo'r his-tuyg'ulardan bittasi, yer yuzida sizni Xudo bilan birlashtiradigan eng birinchi qadam, eng birinchi vibratsiya hisoblanadi, eng birinchi hissiyot hisoblanadi. Bugun bizada 15-kun. Qizlarjonlar, bugun 15-kunda biz nimalarga minnatdorchilik bildiramiz? Bugun minnatdorchilik biza hali hayotimizga kirib kelmagan, biza orzu qilayotgan, biza maqsad qilayotgan, biza niyat qilayotgan narsalarimiz uchun minnatdorchilik yozamiz. Bu minnatdorchilik tartib qanaqa bo'ladi? Iloji boricha bu minnatdorchilikni bildirayotganda xuddi o'sha narsa hayotingizga kirib keldi-yu, siz minnatdorsiz. Birinchi o'sha his qilib olib, bo'ldi, o'sha xohlagan mashinangiz yoki xohlagan narsangiz sizni hayotingizga kirib keldi, yoki o'qishga kirmoqchi edingiz, kirdingiz, yoki uy olmoqchi edingiz, oldingiz, yoki qanaqadir qayergadir bormoqchi edingiz, bordingiz. Prям o'sha hissiyotda уже siz o'sha yerdasiz yoki o'sha narsani oldingiz, o'sha narsa hayotingizga kirib keldi. O'sha hissiyot bilan minnatdorchilikni boshida minnatdorman so'zlari bilan boshlaymiz. Chunki boshida minnatdorchilik bildirib, o'sha his bilan boshlagan paytimizda bu niyatlarimiz, bu maqsadlarimiz orqasidagi qo'rquvlarimiz sekin yumshashni boshlaydi. Aqlingiz ko'nishni boshlaydi. Shuning uchun o'sha maqsadlarimiz uchun, niyatlarimiz uchun, hali hayotimizga kirib kelmagan narsalar uchun minnatdorchilik yozayotganda, birinchi shu narsa hayotingizga kirib keldi, o'sha his qilgan holda o'sha minnatdorchiligimizni minnatdorman degan so'zlar bilan boshlaymiz. Masalan, oddiygina misol. Men institutga kirganim uchun minnatdorman emas, bu yerda minnatdorman institutga kirishimga yordam bergani uchun, imtihondagi natijalarimni yuqori bahosi uchun deb, masalan, kitobingizga minnatdorchilik bildirishingiz mumkin. O'sha sizga o'sha maqsadingiz amalga oshishiga yordam beradigan instrumentlarga minnatdorchilik bildiramiz. Masalan, mashina olmoqchisiz yoki qayergadir sayohatga ketmoqchisiz. Bu paytda yozsangiz bo'ladi. Mana bunaqa rangdagi, mana bunaqa markadagi mashinani hayotimga kirib kelgani uchun mana shu ishxonangizdan minnatdor bo'lishingiz mumkin. Sizga shunaqa yaxshi oylik berayotgani uchun yoki qanaqadir o'sha klientlaringizdan minnatdor bo'lishingiz mumkin. Sizni tovarlaringizni sotib olayotgani uchun yoki turmush o'rtog'ingizdan minnatdor bo'lishingiz mumkin. Ular o'sha sizga olib berganlari uchun yoki turmush o'rtog'ingizning ishlaridan, turmush o'rtog'ingizni nima deydi? Kasblaridan minnatdor bo'lishingiz mumkin. O'sha kasblari orqali shunaqa oyliklar olib sizga shunaqa qilayotganlar uchun yoki bizneslaridan minnatdor bo'lishingiz mumkin. Turmush o'rtog'ingizda mana shu biznes rivojlanish orqali puli ko'payib sizga shu narsani qilib bergani uchun. Har bitta siz xohlayotgan maqsadingiz orqasida uni kirib kelishiga sabab bo'ladigan instrumentlar bo'ladi. Aynan mana shu instrumentlarga biz minnatdorchilik bildiramiz. Keyingi vazifa, qaranglar. O'sha maqsadingiz amalga oshdi. Mana shu maqsadingiz amalga oshdi. Bu prosta texnikalar sizga yordam beradigan. Xohlasangiz buni minnatdorchilik yozishdan oldin qiling, xohlasangiz minnatdorchilik yozganingizdan keyin qiling. Masalan, minnatdorchilik yozolmayotgan qizlar bo'lsa, yoki bo'lmasa tasavvur qila olmayapman yoki nima qilishni bilmayapman deyotgan bo'lsangiz, bu yerda oldin hozirgi vazifani qilsangiz bo'ladi. Hozir men aytmoqchi bo'lgan vazifa shundan iboratki, masalan, qaranglar qizlarjonlar, siz Xudodan nimadir so'radingiz, duo qildingiz yoki niyat qildingiz, xohladingiz yoki maqsad qo'ydingiz. Xullas, hali hayotingizga kirib kelmagan xohishlaringiz bor. Tasavvur qiling, shunda ko'zingizni yumib tasavvur qilasizmi? Tasavvur qilasiz, sizni o'sha maqsadingiz, o'sha tilagingiz amalga oshdi. Prям hozir o'sha maqsadingiz, o'sha tilagingizni ichida turibsiz, amalga oshgan holatida turibsiz. Bu yerda siz nimani his qilasiz? Masalan, o'sha qizingizni uzatmoqchisiz. Prям mana qizingizni to'yi bo'lyapti. Hozir mana o'sha kuyov navkar keladi, qizingiz ketadi, o'sha to'y bo'ladi. To'y bo'lyapti, o'sha nikoh o'qitirishga kelyapti yoki nikoh o'qitilayotgan holatda turibsiz prям. Mana shu qizingizga. Mana shuni his qilasiz. Yoki bo'lmasam yana o'sha hayotingizga kirib kelgan yoki bo'lmasa turmushga chiqmoqchisiz yoki yana boshqa
xuddi shunga o'xshagan maqsadlaringiz yoki xohishlaringiz har qanaqasi moddiyatan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa hozir aytganimdek qanaqadir o'sha to'y uzatilish yoki farzand ko'rish bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Bu joyda prям mana shu hislaringizni eslab qolasiz, tasavvur qilib hissiyotingizni eslab qolasiz, ko'zingizni ochib realnostni ko'rasiz. Yana ko'zingizni yumgan paytda o'sha maqsadingizdagi hislarni yana o'sha tasavvur qilib yana eslaysiz. Bu narsa bizga nimaga yordam beradi? Bu narsa aslida mana bizning hayotimizga kirib kelmayotgan narsalarda biz u hayotimizga kirib kelganda qanaqa his tuyg'uda bo'lishimizni bilmaymiz, birinchidan. Ikkinchidan, biza qachonki o'sha maqsadimiz amalga oshgan vibratsiyada bo'lsakkina bizga o'sha narsalar kirib kelishni boshlaydi. Bu hislar sizga o'sha maqsadingiz hayotingizga juda ham tez kirib kelishiga juda ham katta yordam beradi.